Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotib qo'yilayotgan joyimiz Urganchning Qoq markazida bo'ladi. Ko'rganlaringizdek, Darital bo'ladi bir местоsi. Arka tarafı Urdu, ban tarafimiz Dehqon Markent. Bozor ham hamma joyga yaqin местоda park ham. Toza domni 3-etajında 2 xonali 80 kvadrat barcha jihozlari bilan kvartiramiz sotib qo'yilayotir. Esa ketdik, uning nishon taraf bilan donish chiqsa. Kvartiramıza yetib keldik. Girish eshiklarimiz ajoyib demir eshiklardan qo'yilgan. Nishon tarafiga kiradi olsak, uyimiz podkulish remontdan chiqib turibdi. Barcha jihozi bilan sotiladi. Hamma narsasi taxt. 2 xona bo'lgan bilan 80 kvadrat bo'ladi. 3 xonaning kvadrat tushgan. Girish xotimizni ko'rishingiz mumkin. 2 metr eni uzunligi 5 metr tushgan. Bir yandan başlayacak olsak, berimiz sanuzel bo'ladi. Sanuzelimizni ko'rishingiz mumkin. Da patolog adam kafeda o'rilgan. Ajoyib aristollar qo'yilib turibdi. Bu yerda vannasi, registrlarimiz o'tib turibdi. Oyoq teylarimiz topli pol ekan. Ajoyib shuni chiqib turibdi remontdan. Dapalarimiz plastik. Katta tushgan sanuzelimiz. Banimizga keladi olsak, berimiz zal bo'ladi. Eshiklarimiz ajoyib qimmat eshiklardan qo'yilgan ekan. Zalimizni ko'rishingiz mumkin. Shuningdek ulli tushgan. Enam uzunlik ham dim katta tushgan hovli joylardek. Depamiz ko'rganlaringizdek gipsokardon. Ajoyib restoranlar asilgan. Perdeler ham yaxshisidan qo'yilgan. Aynalarimiz akvaayna. Registrlar o'tib turibdi. Televizorlar bo'ladi. Hamma narsa qoladi ko'rib turgan. Oyoq tiylarimiz ajoyib holilar. Taxta pol etilgan ajoyib etib. Konditsionerlar ham bo'ladi ko'rganlaringizdek. Ajoyib aboydan chiqib turibdi bu xonamiz. Dim ulli tushgan ekan. Berimiz oshxonamiz bo'ladi. Oshxonaga qaranglar. Uylari zalindan katta, boshqa uylari dim ulli ekan berimiz ham. Bemalol o'tirmoqqa joy, televizor ko'rmoqqa, choy ichmoqqa katta zdaniya ekan. Oyoq tiylarimiz g'oli. Bu yerda shuningdek uголоклari bo'ladi. Ajoyib. Depamiz gipsokardon etilgan ekan chetlari. Shuningdek ajoyib portret ham asilgan ekan berimiz. Bu yerda oshxona mebeli bo'ladi. Ko'rganlaringizdek top-toza turibdi. Hamma narsasi taxt. Duh konturning xatyolarimiz ham ishlab turibdi ko'rganingizdek. Xonadonliklarimiz ham bo'ladi ekan bu yerda. Bir kichkina kladovkasi bo'ladi ekan o'zini. Bu yerda esa spalnisi bo'ladi. Ko'rganlaringizdek, dapalarimiz natijnoy. Ajoyib lyustralar asilgan. Oyoq tiylarimiz pol. Shuningdek, jaluzi pardalar ham qo'yilgan ekan. Registrlar o'tib turibdi. 2 dona spalnisi bo'ladi ekan bu yerda. Shkaf. Beram yaxshi ajoyib aboydan chiqib turibdi ekan. Aynalarimiz akvaayna. Ko'rganlaringizdek, uyimizda mulli 2 xona bo'lgan bilan 80 kvadrat metr. Narxini keladi olsak, narxi 520 million so'm. Videoda telefon nomeri qoldiramiz. Bemalol telefon atib bog'lanishingiz mumkin. Esa sog' bo'lin, salomat bo'lin.